Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Kitob anglashni va kitob o'qishni o'zining kundalik odatiga aylantirgan suyimlik do'stlar. Kechqurunlar xayrli bo'lsin. Erkin yazmalari 7-qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning nimishqa yomonliklar yuz berdi degan qismining davomini davomlashtirib o'qib beramiz. Kitob yozuvchi doktor Erkin Sidiq, ovozda İstanbuldan Leyla. Kitap o'qilgan kun 2018-28 sentabr juma. Musulmonlar payidliq joylarni egillagan bo'lib, dushmanlar qochayotgan edi. Ammo keyinchi musulmonlar qo'ldagi payidliq joylarni tashlab o'lja bulashga atlanib ketdi. Shuning bilan to'lqinning yo'linishi qarama-qarshi tarafga o'zgarib, musulmonlar paysiz o'ringa tushib qoladi. Bu oyatning ma'nosi siz hamma sabablarni Allohdan ko'rsangiz bo'lmaydi degandan iborat. Agar siz yo'lda mashina o'lchamdan tez haydab biror voqeaga yo'liqib, ondan gunohni Allohga ittirib qo'ysangiz bo'lmaydi. Bundaq ahvolda siz bu ish Allohning taqdiri bilan bo'ldi desangiz bo'lmaydi. Bu voqea sizning savalligingiz tufaylidan yuz bergan bo'ldi. Benzin meyda mangdigan mashinangizga dizel meyni qo'yib, mashinangiz mangmasa bu Allohning taqdiri bilan bo'lgan desangiz bo'lmaydi. Bundaq ahvolda mas'uliyatni siz o'z ustingizga ilishingiz, uni Allohga ittirib qo'ymasligingiz kerak. Siz o'qish bitirib bo'lib, har kuni uyingizda o'ltirib elib, ondan Alloh menga biror xizmatni buyurmadi desangiz bo'lmaydi. Alloh bir xizmatni bir taqsiga qo'yib, biror farishtadan sizga mangdirib bermaydi. Ilova. Yaqında inimiz Qaysar Mijit Amerikada chiqqan New York davri gazetiga besilgan bir parcha maqolani tarjim qilib, uni Qaysar Mijit tarjimasi islomdagi tragediyalik taqdirchilik degan temada Uyg'urcha torlarga chiqardi. Masalan, shu maqoldagi mazmun yuqoridagi so'zlangan mazmunlarni beyitadigan bo'lib, men texi o'qib baxmagan o'qirmanlarga shu maqolni bir qatim o'qib beqishini tavsiya qilman. Qur'onda mana mushundaq tangpungliq bor. Agar sizga yuz bergan bir ish sizning kontrolingiz ostida bo'lmasa, u ishni Alloh buyurgan bo'ladi. Kelkun sizning kontrolingiz ostida emas. Boshqa bir odamning mashinasi sizning mashinangizni so'qib u sizning kontrolingizga ish emas. Agar siz bir irsiyatlik normalsizlik kasaliga giribdor bo'lib qolsangiz, u sizning kontrolingizga ish emas. Agar siz har kuni 4 qop tamaki chekish sababidan biror kasalga giribdor bo'lib qolsangiz, doktor sizga shakarni kontrol qilishni deb tursimi, har kuni çayga şeker selip içip kesinizini ağırlaştırıp alsınız. O halda siz günahni Allah'a ittirip koyalmaysız. Allah'a işindiğanlar mesuliyetçanlık bilen iş qilishni öğrenişi gerek. Yuqoridagi ikki xil kulfatning qaysi beshingizga kelishidan qat'iy nazar, agar u bir o'limni o'z ichiga elibla qolmaydigan, uningda Allohning sizga bergan bir sovg'ati bor. Ya'ni siz u ishdan savoq elib, buningdan keyin ishlarni yaxshiroq qilib mengishingiz kerak. O'z xizmatingizdan bo'shatilgan kishilardan ikki xilla bo'ladi. Ularning bir xili bu ishni Allohdan ko'rdiganlar, yana biri bo'lsa o'zini ko'rdiganlar. Ba'zi iqtisodning hamma yerda tuvanlab ketishi tufaylidan bu kishilar xizmatidan ayrilib qoldi. Ammo siz har kuni ishga kechikib kelib, vazifangizni tugatmay, boshqalar bilan bo'lgan aloqa munosabat ishlarini yaxshi qilmay, sizga har kuni kelgan xatlarga vaqtida javob bermay, shuning bilan xizmatdan bo'shatilgan bo'lsangiz, sababni Allohga ortmang. Bundaq ahvolda sizning ishdan chiqarilishingiz bir zaruriyat bo'lib qoldi. Agar siz yuqoridagidek sabab bilan ishdan chiqarilgansiz, u Allohning sizga bergan sovg'ati bo'lib hisoblandi. Bundaq ahvolda siz keyingi xizmat o'rningizda yuqoridagidek masalalarni sodir qilmaysiz. Siz u ishlardan savoq olsiz. Ba'zida beshimizga kelgan kulfatlar bizni yaxshiroq inson qilib o'zgartirdi. Bizni yaxshiroq musulmonlarga o'zgartirdi. Bizni burunqidan kuchli odamlarga aylantirdi. Bizni texmu mas'uliyatchan qildi. Yuqoridagi mazmunlardan biz mundaq xulosiga kelamiz. Birinchi, biz o'zimizni beshimizga bir kulfat kelganda, darhol
Biz albatta Alloh tavamiz, albatta Allohga qaytimiz deydigan qilib chiniq turishimiz kerak. Ikkinchi, biz boshqalarga beshinga yomon kunlarning kelishi Allohning sababidan bo'lgan demaymiz. Agar bizning shundoq degimiz kelib ketsa, uni o'zimizga deymiz. G'oyib, ko'rinmas dunyodagi biror ish yuz berganda yoki Alloh biror ishni qilganda, uning nima uchun yuz berganligini siz bekitmaysiz. Alloh undaq ishlarni hargizmi sizga tushundirmaydi. Shunga sizda undaq qilish huquqi yo'q. Üçüncü, agar o'zimizga biror ish yuz berdikan, u biz kontrol qila oladigan ishmi yoki kontrol qila olmaydigan ishmi oldi bilan shuni bekitimiz. Agar u biz kontrol qila olmaydigan ish bo'lsa, uni Alloh buyurgan bo'ladi. Agar u biz kontrol qila oladigan bir ish bo'lsa, biz uning mas'uliyatini o'z ustimizga olamiz, xatoligimizni e'tirof qilamiz. U ishni biz o'zimiz keltirib chiqargan, uni o'zimizning xato ish harakati keltirib chiqargan bo'ladi. Oyğanның xutbə leksiyasının məzmunu muşu yerdə axırlaşdı. Üçüncü, suallarga cavab. Maqalның birinci bölümündəki mənə vətəndən gələn xətdə məndən bir qancha sual soralğan olub, tövəndə mən onlara qısqaça cavab verib ötümən. Mən bergan cavablar mening Oyğanның yuqorqi leksiyası və özüm anlagan Oyğan bilan Yasir Qazining başqa leksiyalardan alğan təsiratlarımdan ibarət. Mening javabımdakı tuzitadigan və to'liqlaydigan joylarga başqa qarindoshlarning yordam qilishini so'rayman. Birinchi, odamning beshiga kelgan qismatlarning manbasi nima? Manbasi 2. Biri Alloh, yana biri o'zimiz. Biz o'zimizning beshiga bir kulpat yoki yomonlik kelganda, uning qaysi xilga tavallikini o'zi ayirib chiqishi kerak. Bir odamning beshiga bir kulpat yoki bir yomonlik kelganda, uning qaysi xilga tavallikini o'zi ayirib chiqishi kerak. Ikkinchi, odamning farzandi va yaqinlariga kelgan baloy qazonlar shu odamning bu dunyolikdagi ish harakati bilan munosabatlikmi? Yo'q, undaq emas. Alloh har bir odam qilgan savobliq ishlar bilan sodir qilgan gunohlarni birdan ayrim daftarga xotirlab mangdigan bo'lib, qiyomat kuni har bir odamning so'rqini ayrim qiladi. Alloh hargizmi dadisi sodir qilgan gunohlar uchun balasını cezalamaydı. Üçüncü, adam bu dunyalıqda bazı qilmishlar uchun balalarının qazası bilan cezasını tartamdı. Yo'q, undaq ish hargizmi yuz bermaydi. Qolgan javob ikkinchi savolning javobi bilan o'xshash. To'rtinchi, yoki bu Allohning boshqa ishlar uchun bergan bishoratimi? Shundaq bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Agar yuz bergan yomonlik siz kontrol qila oladigan ishlarga tava bo'lsa, Alloh sizga birinchi qatimdagi ishdan savoq ilib, uningdan keyin o'xshash yomonliklarning yuz berishining oldini olishga buyurgan. 5. Bu ishlarda qanday hikmat va haqiqat bordir? Bundaq ishlarga hikmat Oyğanning yuqorqi leksiyasida xil obdan tushuntirilgan. Shunga ularni bu yerda takrorlamayman. 4. Oxirgi so'z. Menda musulmonlar hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi deb qaraydi degan tushuncha shakllangili xil uzun vaqt bo'lgan bo'lib, men ashu iborani yoki uning azroq o'zgargan nusxasini o'zim o'qigan materiallarda davomli uchirtib turman. Shunga bir jumla so'zni o'zimning buyurilgan yordam va tirishchanlik Badr urushidan o'ylaganlarim degan maqolasining ko'p yerlarida tilga oldim. Ammo bu qitimqi izlashimdan keyin bo'libmi Oyğanning yuqoridagi leksiyasini anglab o'zlashtirib olgandan keyin yuqoridagi bir jumla so'zning islomdagi munosabatli hukmlarga to'liq vakillik qila olmaydiganligini tonib yetdim. Ya'ni o söz aslida mundaq deb ilinsa to'g'ri bo'lgan. İnsanlarning kontrolligi ostida emas, ishlar Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ldi. İnsanlar o'zlari kontrol qila oladigan yomonlik yoki kulfatlarni insonlarning o'z ish harakatlari keltirib chiqardi. Oyğanның leksiyasidagi bir qism mazmunlarni bir qism o'qirmanlar qabul qila olmaydi. Men ashundaq o'qirmanlarning tanlashiga hurmat qilman. Shuning bilan birga men barliq o'qirmanlardan boshqalarning tanlashiga, bo'libmi mazkur maqolning mazmunlarini qabul qila oladigan o'qirmanlarning tanlashiga hurmat qilishni umid
qilman. İnsanlar individuallardan tərkib tapqan bolğaçqa, ma'lum bir masalada hamma odamlarning o'xshash o'ylashi vujudga chiqarish mumkin emas. Mazkur maqola birər musbatga uchirgan, beshiga birər yomonlik yoki birər kulpat kelgan qarindoshlarimiz bilan zich munosabat bo'lg'achqa, men ba'zi o'qirmanlarning qalaymaqan gap qilib, yuragi ezilgan qarindoshlarimizning dardining ustiga yangi dard qo'shib bermasligini iltijo qilman. Mən özümnің buyurulğan yardım və tirişçilik Bədir urushidan o'ylaganlarim degan maqolada Allohning qandaq kishilarga yordam qildiganligini bayon qildim. Men yuqorida tilga olgan yaxshi odamlarga yomonlik yuz berganda degan kitobda Alloh birər yomonlikqa uchirgandan keyin o'z-o'zini azoblashni to'xtatgan kishilarga yordam berdiganligini bayon qildi. Men yuqoridagi menga xat yozgan inimiz va shuningga o'xshash beshiga og'ir kunlar tushgan boshqa qarindoshlarning bu so'zni esidan chiqarmasligini umid qilman hamda ularga ko'ngildagi azob uqubatlar ustidan g'olib keladigan sabr tilayman.